Eshitdinglar, mana televizorda nima deyapti, bitta ko'ringlar-da. Ölsen ölüp gidersen Öyle mi? tamam dünyadan endi buradan hayatını tugadi. Bo'lmasa men zamir o'lib keladim hozir. Buni davosi yo'q, tayyorgarimiz ko'raveradi. Kasallik davo yo'q. Eng so'nggi nuqta. Ular realni shifo topgan bemorlar, o'rtoqlar diqqat qilasizlar. Turli o'simtasi bor, onkologik kasalligi bor yurtdoshlarimizga zo'r klinika topib qo'ydim. Tabobat klinikasi 2 asrdan oshiq tarixga ega bo'lgan Murod Shifo Tabobat klinikasi. Bu yerda Yulduzxonadon G'aybullayeva butun SNG bo'ylab Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston juda ko'p davlatlardan bemorlar kelyapti ekan. Bu yerda o'simtasi bor, onkologik muammosi bor, o'sha ayollardagi muammolar bo'yicha jigar gepatit bo'lib ishib ketganlar, juda og'ir bemorlar kelib shifo topishyapti ekan va bu yerda operatsiyalarsiz 2 asrlik ilmga ega bo'lgan deyarli mana shu tabiiy giyohlarni qatlaridan olib kirishmaydi. O'zlari plantatsiyalarda yetishtirib, o'zlarini bilimlari, ilmlaridan kelib chiqib qilishadi. Bu yerda bir kurs lecheniya olish necha pulga tushishi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini qoldiring, hamma ma'lumotlarni tashlab beramiz. Aptekalari hamma yo'qlar ichida ekan, bemalol kelaverasizlar. Haqiqatan ovoz qo'yib berishdi. Shifo topib ketayotgan bemorlar juda ham ko'p ekan. Bu videoni onkologik kasalligi bor, umuman yuqorida sanab o'tgan kasalligi bor tanishlar bo'lsa yuborib qo'yinglar. Albatta kelishsin, shifo topib ketsin. Mana hozir ham qaranglar, chet eldan kelgan mashinalar turibdi.